Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah subhanahu va taoloning go'zal ismlaridan Al-Qarib, ya'ni Alloh taolo bandalariga yaqin. Robbimiz subhanahu va taolo marhamat qiladi: "Va idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an." Falyastajibu li va liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Bandalarim sizdan ey Muhammad alayhisalom, men haqimda so'rasalar, men ularga yaqinman. Fa inni qarib. Men yaqinman. Menga duo qilgan paytlarida duogo'ylarning duosini ijobat qilaman. Bas haq yo'lga yurishlari uchun ular ham mening da'vatimga javob qilsinlar va menga iymon keltirsinlar. Qur'oni Karimda Alloh taoloni 10 dan ortiq o'rinda yas'alunaka deb boshlaydigan oyatlari bor. Yas'alunaka anis-sa'a. Sizdan qiyomat soati qachon bo'lishi haqida so'raydilar. Va yas'alunaka anil khamri wal maysir. Sizdan aroq va qimor haqida so'raydilar. Ayting, bularda katta gunoh bor. Yana va yas'alunaka anil mahid. Qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahis. Sizdan hayz haqida so'raydilar. Ayting, u ko'ngilsiz nopok narsadir. Bas hayz paytida ayollaringizdan chetlaningiz. Ya'ni yas'alunaka, sizdan mana shu haqida so'radilar. Shunda Alloh taolo qul, ayting deyapti. Alloh so'raydi deyapti. Bandalar o'rtada Muhammad alayhisalomga aytayapti, ayting. Alloh o'zini hukmini, o'zini amrini, xohishini Muhammad alayhisalom orqali eshittiryapti. Bitta vositachi orqali. Lekin biz yuqorida o'qigan oyatda agar bandalarim sizdan men haqimda so'rasa, ayting demayapti. Qarang, agar bandalarim sizdan men haqimda so'rasalar, ayting men yaqinman demayapti. Ayting yo'q. Bandalarim men haqimda sizdan so'rasa, men ularga yaqinman. Ya'ni Alloh bilan bandasi duo qilgan paytda orada hech kim bo'lmasligiga dalil deb aytadi ulamolar. Adashmayotgan bo'lsam, 15 ta o'rinda yas'alunika deb keladi. Sizdan so'raydilar, ayting. So'raydilar, ayting. Siz ayting. Ammo meni haqimda so'rashsa, men ularga duo qilganda banda bilan Alloh o'rtasida hech kim bo'lmaydi. Alloh aytayapti, men yaqinman. Duo qilsin, ijobat qilaman. Keyin yas'alunaka Qur'onda 10 tadan oshiqroq o'rinda keldi dedik. 15 marta. Lekin sa'alaka kalimasi yas'alunaka so'raydilar, sa'alaka sizdan so'rashsa, so'radi. Bitta keladi bu. Bandalarga Alloh taolo yaqin ekanligi haqidagi shu oyatda Alloh taolo sa'alaka kalimasini bitta shu yerda zikr qildi. Demak, bu oyatdan ulamolar istinbot qilib aytishadiki, Alloh bilan bandaning o'rtasida vositachi, o'rtakash bo'lmaydi. Agar banda ey Robbim, men senga tavba qildim desa, Alloh taolo ey bandam, tavbangni qabul qildim deydi. To'xtatsin, pushaymon yesin, qaytib qilmaslikka ahd qilsin, Alloh kechiradi bandasini. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu ittaqulloha wabtaghu ilayhil vasilata. Ey iymon keltirganlar, Allohdan qo'rqingiz va unga yaqin bo'lish yo'lini izlangiz. Vasilani istanglar. Allohga yaqin qiladigan yo'lni istanglar. Nima u vasila? Nima u vasilaki bizni Allohga yaqin qiladigan? Birodarlar, vasila ilm. Sizni Allohga yaqin qiladigan ilm bu vasila. Solih amal vasila. Ilm bo'lsa, solih amal bo'lsa, mana shu ikkita narsa siz bilan bizni Allohga yaqin qiladi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan solihan. Bas kim Parvardigoriga ro'baro bo'lishdan umidvor bo'lsa, nima qilsin?
solih amal qilsin. Bundan ma'lum bo'ladiki, bir kishi iymon keltirib qanchalar solih amalni ko'p qilar ekan, boshqa odamlardan Allohga shu banda yaqin bo'ladi. Alloh bandasiga yaqin ekan. Endi banda Allohga yaqin bo'lishi uchun unda iymon bo'lsin, ilm bo'lsin, solih amal bo'lsin. Hozir aytib o'tdik, banda bilan Robbning o'rtasida vositachi bo'lmaydi. Birovga aytsa, birodar, men uchun bir istixora qilib qo'ying. Istixorani birov qilmaydi sen uchun. Chunki istixora Alloh taolodan yaxshilikni so'rash. Sen bilan Allohning o'rtasida birov turmaydi. O'zing qilasan istixorani. Chunki nima dedi? Agar bandalarim men haqimda so'rashsa, men ularga yaqinman. Shu hattoki Muhammad alayhisalomga aytilingan qul degan kalima yo'q bu yerda. So'radimi? Men yaqinman. Boshqa oyatda aytgandek, va nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Biz unga jon tomiridan ko'ra yaqinroqmiz. Jon tomiridan ko'ra. Kechagi jumada aytdik, elektr simini oling, tokka ulanmagan, qo'lingizga olib turib, kaftingizga mahkam bosing, ko'kragingizga qo'yib turib. Sim uchun eng yaqin narsa bu sizning jasadingiz bilan kaftingiz. Bosib turibsiz. Endi mana shu simga tok yurgizing o'sha holatda. Tok yaqinmi simga yoki sizning jasadingizmi? Sim sizning jasadingizni ust tomoni tegib turibdi sizga. Ammo tok elektr toki simning ichida ketyapti. Lillahil masalul a'la, siz bilan bizni tirik qilib turgan bo'yin tomirimiz, jon tomirimizdan ko'ra bizga kim? Alloh taolo nima ekan? Shuni his qilamizmi? Aytdik, Allohni shunaqa yaqin ekanligini his qilgan odam gunoh qila olmay qoladi. Inson Allohning yaqin ekanligini esdan chiqarib qo'ygan paytda gunohga qo'l uradi. Demak, kim gunoh ma'siyatdan tiyilmayotganlar Allohning yaqin ekanligini nima qilmayapti ekan? Duo mo'minning quroli. Bandalarim sizdan so'rashsa, men ularga yaqinman. Menga duo qilgan paytlarida duolarini ijobat qilaman. Agar banda mana sahih hadislarda keladi, 4 marta aytsa, hadisda shunaqa deyilgan. Ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob desa, Alloh labbay bandam deydi. 4 marta aytasiz, so'ravering siqqanicha. So'raysiz, to'xtab qoladi. Tilingiz tugab qoladi so'raydigan narsa. Yo izdan chiqib qoladi, yo tilingizga kelmay qoladi. Jini qilib turavering. Chunki gapirishingiz shart emas. Alloh taolo nimani o'ylayotganingizni ham biladi. Nimani so'ramoqchi bo'lganingizni ham biladi. Ertaga nimani so'rashligingizni ham biladi. Faqat Robbingizni yaqin ekanligini his qiling. Odamlarning eng kuchlisi bo'lishni xohlasak, tavakkul qilishimiz kerak. Odamlarning eng badavlati, boy bo'lishini xohlasak, o'zimizni qo'limizda turgan narsaga ishongandan ko'ra, Allohning beradiganiga ko'proq ishonishimiz kerak. Odamlarning eng hurmatlisi bo'lishni xohlasak, inna akramakum indallohi atqakum. Allohdan ko'proq qo'rqaninglar, Alloh uchun hurmatliroqlar. Duoyimiz birodarlar mustajob bo'lishi uchun Alloh taoloning borligiga aniq ishonishimiz kerak. Bizni eshitayotganiga aniq ishonishimiz kerak. Ijobat qilishiga aniq ishonishimiz kerak. Bizni yaxshi ko'rishiga aniq ishonishimiz kerak. U bor, eshityapti, ijobat qiladi, yaxshi ko'radi. Mana shu narsalar bo'lib turib, keyin duo qilsa ijobat qiladi. Duo qilib ko'raychi. Menikini ham eshitib qolar. Hali seni shubhang bormi eshitishida? Biz duo qilmasak, Allohning yaqin ekanligini his qilib duo qilmasak, Alloh bizga parvo qilmaydi. Astagfirullah. Qul ma ya'ba'u bikum robbi laula duaukum. Ayting, agar duo iltijo qilmas ekansizlar, Parvardigorim sizlarga parvo qilmas. Men ularga yaqinman, duo qilgan paytda duosini ijobat qilaman. Demak, duoyimiz ijobat bo'lishi uchun iymon keltirishimiz kerak. Duoyimiz ijobat bo'lishi uchun itoat qilishimiz kerak. Shunda duoyimiz ijobat bo'ladi. Qoida.
iymonga beparvo bo'lgan kishining duosi mustajob bo'lmaydi. Qaytarib aytaman, iymonga beparvo bo'lgan insonning duosi ijobat bo'lmaydi. O'shuning uchun kimdan duo olyapsiz? Kimga duo qilib qo'ying bizni haqqimizga deyapsiz? Uyingizga mehmonga chaqirgan paytda kimlar o'z haqqingizga duo qiladiganlar? Iymonga beparvo odam bo'lsa, ovora bo'lmay undan duo so'rab. Uni duosi ijobat bo'lmaydi. Qaytarib aytamiz, iymonga beparvo bo'lgan kishining duosi ijobat bo'lmaydi. Ammo ulamolar ikki toifa insonni istisno qiladi. Bular duosi ijobat bo'lishlikka haqli odam bo'lmasa ham duosi ijobat bo'ladi. Kim ular? Bittasi mustor kishi. Duosi ijobat bo'lishiga haqli bo'lmasa ham Allohning rahmati tufayli mustor bo'lib turgani uchun duosi ijobat bo'ladi. Ikkinchisi mazlum kishi. Agar mazlum bo'lgan odam iymoni yo'q bo'lgan chog'ida ham kofir bo'lib turib ham agar zulm ko'rsa, mazlum bo'lsa, duo qilsa Alloh duosini ijobat qiladi. Mazlumning duosi ijobat bo'ladi Allohning adolati tufayli. Mustorning duosi ijobat bo'ladi Allohning rahmati tufayli. Undan boshqa odamlar iymonga beparvo bo'ladigan bo'lsa, ularning duosi nima bo'lmaydi? Ijobat bo'lmaydi. Alloh taolo duo qilinglar, men yaqinman, ijobat qilaman dedi. Duolarni ijobat bo'lishidan nima to'sadi? Gunoh, ma'siyat, haddidan oshishlik. Astagfirullah. Ud'u robbakum tadarruan va xufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Parvardigoringizga tazarru bilan ichingizda maxfiy iltijo qiling. Zotan u haddan oshuvchi kimsalarni sevmas. Duoni birodarlar maxfiysi ham bo'ladi. Innamasdan qo'lingizni ochib turasiz. Duoda oshkori ham bo'ladi. Ikkalasi ham duo. Bu yerda maxfiy duo qilishga aytilyapti. Shuning uchun mana aytdik, Allohning rahmati muhsin bandalarga yaqin bo'ladi. Iymonga, e'tiqodga, solih amalga beparvo bo'lgan, gunoh, ma'siyatlarga sho'ng'igan odamning duosi ijobat bo'lmaydi. Shariatga xilof suratda yashayotgan, haromni yeyotgan, ibodatlarga beparvo bo'lgan kishi, bunaqa odamning duosi faqat tilida bo'ladi, qalbi bilan bo'lmaydi. Ya'ni bunday insonlarni qalbi Allohdan to'silgan, hijoblangan bo'ladi. Kalla innahum ar-robbihim yawma idhin la mahjubun. Yo'q, ular o'sha kunda, qiyomat kunida Robbilaridan hijoblangan, ya'ni to'sib qo'yilgan bo'ladi. Adab kitoblarida keltiriladi. Bir yigitning ustozi aytdi o'quvchisiga: "Ey bolam, har bitta ma'siyat uchun, har bitta qilingan gunoh uchun iqob, jazo bor" dedi. O'sha nima musibat ustinglarga kelsa, o'zingizlardan istanglar dedi Alloh taolo. Nima musibat, balo senga yoqmaydigan ish kelsa, o'zing qilgan ishingdan bo'ldi dedi Alloh. Ya'ni men ko'pini kechirib turaman. Shogird ustozidan bu so'zni yodlab qoldi. Bir kun kelib bir xato yo'l qo'yib qo'ydi. Oyog'i toyildi, bir gunohga yo'l qo'ydi. Ustozining gapi esida. Ertasi kuni hech gap yo'q. Indini kuni jazo kelmadi. Bir hafta tinch o'tdi. Bir oy o'tdi, hech qanday jazo yo'q. Lekin ustozining gapi esida turibdi. Sog'ligi tabiiy suratda, moli joniga xatar yetmagan, hech narsa bo'lmagandek. Shunda duo qildi hali yigit. Ey Robbim, men gunohga qo'l urdim-u, sen jazolamading-a meni? Shunda Alloh taolo uni qalbiga solib qo'ydi. Ey bandam, seni jazoladim, ammo buni sezmading. Nima bilan jazolagan edi? Sendan munojot lazzatini olib qo'ydim-ku, shuni o'zi senga kifoya qilmaydimi? Gunoh ma'siyatga botib yurganlar Allohga munojot qilishlik baxtidan mahrum bo'lib qolganligi o'zi jazo emasmi? U nima, albatta oyog'i qarilishi-yu, puli kuyib ketib, bola chaqasi o'lib ketish kerakmi? Shuningla jazo deb biladimi? Yo'q. Banda ey Robbim deb ko'ziga yosh kelmayaptimi? Ey Robbim deb qalbi bir erimayaptimi? Shuni o'zi jazo emasmi? Namozlarda xushu yo'q. Ko'zimizga yosh kelmaydi. Qalbimiz qatib ketgan. Tanish manzarami? Shuni o'zi jazo emasmi, birodarlar, mo'min odam uchun?
Robbi sizdan yuz o'girib qo'yganligi, sizni qalbingizni muhrlab qo'yganligi, sizni o'zidan nari qilib qo'yganligi jazo emasmi? Oqil ota, oqil murabbiy shogirdini yoki o'g'lini urishi shart emas. Ota boladan xafa bo'ldi, gapirmay qo'ydi. Agar bolani aql farosati, fahmi joyida bo'lsa, shuni o'zi jazo emasmi? Uyga kirib chiqyapsiz, otangiz bilan yashaysiz. O'tirib choy ichyapsiz, ko'rishyapsiz, lekin otasiga gapirmay qo'ydi. Shuni o'zi jazo emasmi? Xuddi shunga o'xshagandek, kishi gunoh ma'siyatlarga qo'l urib, Allohdan uzoq bo'lib ketar ekan, Alloh uni qalbidan o'ziga munojat qilishlik lazzatini olib qo'yadi. Shuni so'raylik o'zimizda. Bizda bormi shu munojat, shu lazzat? Shu xushu, qalbda erishligi, ko'zda yoshlanishligi. Shuning uchun ulamolar aytishadi, bechora dunyo ahllari. Ular dunyoga kelib ketishdi-yu, ammo shu dunyodagi eng yaxshi narsani totishmadi. Nima edi u? Allohga munojat qilishlik lazzatini, Allohga yaqin bo'lishlik lazzatini. Modomiki siz bilan bizda Robbimiz subhanahu va taologa munojat qilishlik baxti bo'lar ekan, ikki dunyoda birodarlar biz badbaxt bo'lmaymiz. Allohga iltijo qilgan, Allohga munojat qilgan odam ikki dunyoda saodat topadi. U qaysi zamonda yashamasin bunday odam, qaysi makonda, qanday sharoitda, qanday ahvolda bo'lmasin, agar Alloh u bilan birga bo'lsa, hech qachon baxtsiz bo'lmaydi. Alloh taolo bunday bandasini doim himoya qiladi. Yunus alayhissalom baliqning qorniga tushib ketdi. Nima sababli? Qilgan xatosi tufayli. Endi nima sababli chiqdi? Allohning yaqin ekanligini his qilgani bilan, duosi bilan. Shans nolida dengizda tay ketdi, qornida turibdi. Hech qanday shans yo'q. Inson aqli bilan o'lchaganda chiqishi mumkin emas. Lekin Alloh o'zi yaqin bo'lsa, sizni saqlaydi. Musa alayhissalom Banu Isroil bilan dengizga taqalib qoldi. Firavn kelib qirib tashlashlik uchun qo'shini bilan bostirib kelyapti. Banu Isroil inna la mudrakun, bo'ldi, tugadi, yetib kelishdi dedi. Musa alayhissalom nima dedi? Yo'q, Robbim men bilan yo'l ko'rsatadi dedi, dengizni yorib berdi. Bu yerda Banu Isroilchi qochib qolsa bo'ldi edi. Qutulib qolsa katta gap edi. Alloh taolo qutqardi ham. Yana narigilarni cho'ktirib ham tashladi. Banu Isroildan bittasi kesakda olib otgani yo'q qo'shinga. Birodarlar, Alloh o'ziga yaqin bo'lgan bandasini saqlaydi. Robbimiz subhanahu va taolo Musa va Harun alayhissalom ikkalasiga Fir'avnni borib haqqa da'vat qilinglar dedi. Astagfirullah. Qala Robbana innana nakhafu an yafruta alayna aw an yatgha. Musa va Harun alayhissalom aytishdi. Parvardigor, dar haqiqat biz u shoshqaloqlik bilan bizni azobga giriftor qilishidan yoki battar tug'yonga tushishidan xavfdamiz. Fe'lan Banu Isroil Firavn uchun buyum edi. Ularda hammasini meni qulim deb e'lon qilgan edi. Xohlagan ishini yurgizar edi. 10-sortdagi odam edi. Banu Isroil Firavn uchun. Endi mana shu oxirgi sort bo'lgan odamlarning ichidan ikkitasi kelib Firavnni itoat qilishga chaqirsa. Bir tasavvur qilib ko'ring-da shu manzarani. Shuning uchun Musa alayhissalom aytayapti akasi bilan. Biz borsak, haddidan oshib bizga tajovuz qilib, bizga zulm qo'yishdan qo'rqamiz deyapti. Alloh taolo nima dedi? O'zini bu ikki nabiysiga qalbiga taskin berib, "Qala la taxofa", qo'rqmanglar dedi. "Innani ma'akuma asma'u va ara", men sizlar bilan birgaman, ko'rib turaman, eshitib turaman dedi. Bir problema bo'lsa, bir tanishingiz chiqadi, qalbingiz xotirjam, hal problemani hal qilib bera oladi, qilib bera olmaydi. Lekin bitta odamda bo'lishiga taskin beryapti. Bitta odamni sizga yaqin bo'lishiga, sizga taskin berayotgan bo'lsa, Robbi siz bilan birgaman desa, qalbingizda qanaqa xotirjamlik bo'lishi kerak? Endi Robbimiz meni zikr qilgan bandaga, taqvodor bandaga, munojat qilgan bandaga yaqinman desa, shu narsa qalbimizga taskin bermayotgan bo'lsa, nimani alomati bu? Alloh yaqin birodarlar. Agar bandalarim men haqimda so'rashsa,
bas men ularga biz his qilamizmi shu yaqinlikni? Agar gunohlardan osonlik bilan tiyilayotgan bo'lsangiz, savobli ishlarga oson turib ketayotgan bo'lsangiz, demak Alloh yaqinligini his qilyapsiz ekan. Agar harom xarishni qilishlikka, gunoh ma'siyat qilishlikka choqqon ketayotgan bo'lsak, Allohni yaqin his qilmayapmiz ekan. Alloh yaqindir, bas unga duo qilinglar. Nu'man ibn Bashir roziyallohu anhudan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Ad-duau huval ibada. Duo ibodatdir. Duo ibodatdir. Ud'uni astajib lakum. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Parvardigoringiz menga duo iltijo qilinglar. Men sizlarning duolaringizni mustajob qilurman dedi. Albatta menga ibodat qilishdan kibr havo qilgan kimsalar yaqinda bo'yinlarini ekkan hollarida jahannamga kirurlar. Duo ibodat ekan. Muammoingizni yechishini so'rashingiz, mushkulingizni hal qilib berishini so'rashligingiz, rizqingizni keng qilishini so'rashingiz, musibatni nari qilishini so'rashingiz, duoingiz nima ekan? Ibodat. Ko'proq duo qilaylik birodarlar. Ko'proq duo qilaylik. Sahobalar payg'ambarimizdan so'rashdi: "Ya Rasululloh, Robbimiz bizga yaqinmi? Agar shunday bo'lsa, munojat qilamiz. Yoki bizdan uzoqmi? Unday bo'lsa, unga nido qilamiz." Shunda shu oyat tushdi. Bandalarim sizdan men haqimda so'rasa, men ularga yaqinman. Xohlang nido qiling. Xohlang munojat qiling. Xohlang pichirab duo qiling. Xohlang baqirib duo qiling. Lekin nima qiling? Muhsin banda Allohga yaqin. Alloh taolo bandalarni hammasiga yaqin. Kofirlarga ham yaqin, mu'minlarga ham yaqin. Kofirlarni kuzatib turishi bilan yaqin. Kofirlarga ularni kuzatib turishligi bilan yaqin. Mu'minlarga-chi? Rahmati bilan, qo'llashi bilan, nusrat berishi bilan. Robbimiz bizga birodarlar yaqinligi haqida gapirdik. Bizni sir ishlarimizga ham, maxfiy oshkora ishlarimizga ham Alloh taolo yaqin. Endi bizchi? Biz ham Allohga yaqinmizmi? Qanday yo'l tutsak Allohga yaqin bo'lamiz? Nima qilsak Allohga yaqin bo'lamiz? Muhsin bo'lsak. Inna rahmatallohi qaribun minal muhsinin. Albatta Allohning rahmati muhsin bandalarga yaqin. Nima qilsak Allohga yaqin bo'lamiz. Ushbu hadisga xulosa olamiz. Bu hadis Imom Termiziyning sunanlarida. An Abi Hurayra roziyallohu anhu anna Nabiy sallallohu alayhi vasallam qol: "As-sahiyu qaribun minalloh." Sahiy inson Allohga yaqin. Qaribun minal janna, jannatga yaqin. Qaribun minan nas, odamlarga yaqin. Ba'idun minan nar, do'zaxdan uzoq. Allohga yaqin, jannatga yaqin, odamlarga yaqin, do'zaxdan uzoq. Kim? Sahiy inson. Wal bakhilu ba'idu minalloh. Baxil inson Allohdan uzoq bo'ladi. Jannatdan uzoq bo'ladi. Odamlardan uzoq bo'ladi, do'zaxga yaqin bo'ladi. Hadisni davomini o'qiymiz. Wala jahilun sakhiyun ahabbu ila Allohi azza va jalla min alimin bakhilin. Baxil olimdan ko'ra saxovatli johil Allohga mahbubroq. Bu yerda mu'minlar haqida gap ketyapti. Saxiy johil baxil olimdan ko'ra Allohga mahbubroq. Saxiy inson Allohga yaqin bo'lar ekan. Saxiy inson. Endi bu yerda Allohga yaqin bo'lishlikning bitta siri aytilyapti, bu saxovatli bo'lishlik. Inna rahmatallohi qaribun minal muhsinin. Muhsin bo'lgan bandalar Alloh taologa yaqin bo'ladi. Endi muhsin degani nima degani? Qo'lidan kelgan yaxshilikni qiladigan odam. Ihson nima? Ihson bu yaxshilik. Tabassumuka fi wajhika sadaqa. Birodaringning yuziga tabassum bilan qarashing sadaqa. Ayolingizga shirin gapirishingiz sadaqa. Odamlar bilan chiroyli muomala qilishingiz sadaqa. Bu bari saxovat. Xulq yaxshi bo'lsa, Allohga yaqin bo'lamiz ekan. Xulqimiz yaxshi bo'lsa, Allohga yaqin bo'lamiz ekan. Go'zal axloq. Endi
banda muhsin, yaxshilik qiluvchi bo'lar ekan, bas u Robbisiga yaqin bo'ladi. Robbisiga yaqin bo'ldi degani ikki dunyoda saodat topdi degani. Shunday odamlar bor. Yoniga borsang bir o'zingni noqulay his qilasan. Bizning tilda aurasi sovuq deydi. Oldiga borsang, shu turging kelmay tezroq ketib qolsang. Odamlar vahshatga tushadi. Bironta yaxshiligi yo'q. Yana shu odamlar bor, odamlar uni yaxshi ko'rishadi. Odamlarning qalblarida senga bo'lgan muhabbatning borligi nimani belgisi? Odamlarning qalbida senga nisbatan muhabbatning borligi Alloh seni yaxshi ko'rayotganligining alomati. Amallaringizni Alloh qabul qilayotganligini faqat o'zi biladi. Qabul qilmayotganini ham o'zi biladi. Hech kim bilmaydi. Lekin ulamolarimiz aytadi, qilayotgan amallaringizni qabul bo'layotganligining alomati bor. Nima u desa, bittasi bugungi qilgan amalingizdan ko'ra ertaga kattarog'iga qodir bo'lib qolasiz. Amalingiz ko'payib boradi. Yana bitta belgisi, odamlarning qalbida sizga nisbatan qabuliyat ochiladi. Odamlar sizni yaxshi ko'radi. Odamlarning qalbidan joy ola bilasiz. Shu savolni beraylik o'zimizga. Agar kechagi qilgan amalimizdan bugun bir savobli amalni ko'proq qilayotgan bo'lsak, odamlar bizni yaxshi ko'rayotgan bo'lsa, xulqimiz, muomalamiz uchun umid qilamiz Alloh amallarimizni qabul qilayotganligini. Va alqaytu alayka mahabbatan. Musa alayhisalomga aytadi shu go'daylik chog'ida. Kim ushlasa yaxshi ko'rib qolar ekan Musa alayhisalomni. Chunki shuning uchun haligi daryoga solib onasi oqizib yuborganida Fir'avnning qasriga keldi. Birinchi olgan odam yaxshi ko'rdi. Osiyo yaxshi ko'rdi. Ushlagan odam yaxshi ko'rib qolar edi. Alloh taolo aytayapti: "Va alqaytu alayka mahabbatan." Men sening ustingga o'z tomonimdan bir muhabbatni tashladim. Kim seni ko'rsa yaxshi ko'rib qolardi. Demak, odamlarda bizni yaxshi ko'rayotganligi albatta solih, mo'min, itoatli bandalarda aytayapmiz. Endi iymon e'tiqod egalari bo'lgan, ibodatda doim bo'lgan, halol yurgan odamlar bir odamni yomon ko'rayotganligi tushunarlimi? Biz solih, mo'min bandalarning muhabbatini aytayapmiz. Shunday insonlar ham bor, mutakabbir, egoist, xudbin, faqat o'zini haqda deb biladi, hammadan o'zini oliy sanaydi, hech kimning gapini olmaydi, kamtarlikni nimaligini bilmaydi. Albatta bunaqa odam bilan hech kim muomala qilishni ham xohlamaydi, yonida turishni ham xohlamaydi. Demak, bandalarga yaqin bo'lish, ularning qalbidan joy ola bilishlik, ularni o'ziga ulfat qila bilishlik haqiqiy mu'minlarning sifati ekan. Ko'ringda, ukalar, dindor, dinni ushagan, taqvoda ushagan, taqvoda da'vo qilayotgan siz bilan biz yoshlar, qaranglar. Atrofingizda odamlar siz atrofingizda jamlanyaptimi yoki sizdan qochyaptimi? Siz borgan joyda odamlar birlashyaptimi yoki siz borgan joyda bo'linyaptimi odamlar? Din ukalar bizni bo'lmasligi kerak. Agar dinni ushayotgan bo'lsak, hammamiz dinni ushayotgan bo'lsak, biz birlashishimiz kerak. Bo'lyapmizmi? Demak, din emas u. Dinni tabiati bo'lishlik yo'q. Robbimiz Alloh subhanahu va taolo al-Qorib, yaqin bo'lgan zot. Mo'min bandasiga yaqin. Mo'min bandasiga yaqinligi nima bilan? Qo'llashi bilan, yordam berishi bilan, tavfiq berishi bilan, saqlashi bilan. Mo'min kishi Alloh taoloning mana shu ismidan o'ziga o'lish olish kerak, u ham o'ziga o'xshagan mo'minlarga yaqin bo'lishligi kerak. Robbisiga itoat bilan, unga tavakkul qilishi bilan, yolg'iz Allohning roziligiga intilishi bilan Robbisiga yaqin bo'lishlikka intilishligi kerak. Alloh azza va jalla hadis qudusida aytadi: Ibn Adam, utlubni tajidni. Ey odam bolasi, meni talab qil, meni izla, topasan. Fa iza wajadtani wajadta kulla shay. Agar meni topsang, hamma narsani topding. Agar meni topsang, hamma narsani topding. Va in futtuka fataka kullu shay. Agar meni topa olmasang, meni yo'qotib qo'ysang, hech narsani topganing yo'q. Va ana ahabbu ilayka min kulli shay. Va men sen uchun hamma narsadan ko'ra mahbubroqman.